Kuni kecha shaxmat va shashka sport turlari bo'yicha dastlab mahalla, sektor, shahar hamda tumanlar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar Surxondaryo viloyat bosqichi musobaqalarida qatnashish uchun Termiz shahrida jam bo'ldilar. Musobaqalarda shashka bo'yicha 16, 21, 22, 26 va 27-30 yosh toifalarida, shaxmat bo'yicha esa 7 yoshdan 70 yosh va undan katta yoshdagi ishtirokchilar o'zaro bellashdilar. Jami 450 nafar sportchi viloyat bosqichi g'olibligi uchun dona surdi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslar davomida ishtirokchilar strategik fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, tezkor hamda to'g'ri qaror qabul qilish, diqqat va xotirani mustahkamlash kabi muhim ko'nikmalarni namoyish etdilar. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar aniqlanib, ular respublika bosqichiga yo'llanmalar hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Mazkur musobaqalar yoshlar o'rtasida intellektual sport turlarini ommalashtirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda iqtidorli shaxmatchi va shashkachilarni aniqlashga xizmat qilmoqda. Respublika bosqichida Surxondaryo viloyati sharafini himoya qiladigan ishtirokchilar endilikda mamlakatning eng kuchli vakillari bilan bahs olib boradilar. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida gimnastrada bo'yicha qizlar o'rtasidagi viloyat bosqich musobaqalari